Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'ya bir zat hamdü sanalar olsun. Bu zat bol berekatga hamd sano aytishlikni o'rgatgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga durud ve salavatlar bo'lsinki, o'zining mana shunaqa bir ajoyib, muborak, tinch, osuda kunlaridan birida sizlar bilan ekran orqali bo'lsa ham didorlashishni o'zi nasib qilyapti. O'zidan ruxsat, izni, iroda, kuch, madad, yordam so'ragan holda bugun bir kichkina video yozuvni tayyorlashni iroda qildik. Albatta o'zidan yordam, kuch, quvvat so'ragan holda, izn so'ragan holda albatta. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta Telegramdan ukalarimizdan savol kelib tushgan ekan. O'sha savolga javob tariqasida ushbu video yozuvni qilishni niyat qildik. Bu video nimada, savolda qanday qilib forma 2 dan yoki forma 5 dan material resurslarni chiqarib olishlikni so'ragan ekanlar. Buning uchun albatta bizga mana shunaqa fayl yoki forma 5 yoki jadval kerak bo'ladi albatta. Xo'p, bo'lmasa mana boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'sha bizda tayyor nimamiz, jadvalimiz kichkina emas. Mana e'tibor beradigan bo'lsangizlar 3267 ta qatordan iborat. Bu degan kattagina smeta yoki forma 5 yoki forma 2 degani bo'ladi. Buni Xitoyda ishlab ko'rgan odam juda yaxshi biladi. Buni eng tepasiga bitta qator qo'shib yuboramiz. Mana shu joyga nuqta qo'yib, bunga filtr beramiz. Mana o'sha filtr berdik. Endi filtr tepada mana bunaqa mana tepada yo'qolib ketmaslik uchun mana bunda albatta buni zakripit qilish kerak. Mana bo'lmasa mana shunaqa yo'qolib qoladi. Mana shu tepadagi xatoni bitga kirib zakripit qiladigan bo'lsak, mana ko'rinib turibdi. Mana shu narsani esdan chiqarmasliklaringizni xohlarim. Xo'p, endigi masalada eng asosiy vazifamiz mana shu shifr ustidan tekstoviy filtrdan ne содержит degan joyiga yeni yozib qo'yamiz. Nimaga deganda o'sha ratsionkalarimiz y bilan yoki s bilan boshlanadi. Mana bizda o'sha narsalar yo'qoldi. Mana resurslarni o'zigina qoldi faqat. Bundan ham bizga mana pustoy qatorlar, человек час, mashina час qatorlarni olib tashlaymiz. Mana bizda faqatgina material va оборудованияларgina qoldi. Endi buni mana shunaqa qilib kopirovat qilib olamiz to'liq. Mana yangi joyga вставить qilamiz. Mana shunday holatda yuzaga keldi. Shu holatda ham ishlasak bo'ladi. Lekin bu yerda bir 2-3 marta takrorlab ketgan materiallarimiz bo'lishi mumkin. Misol uchun mana muzor stроитель mana shu yerda 2 marta takrorlab yoki shunga o'xshash boshqa narsa. Buning uchun nima qilamiz? Bu narsani qaytadan kopirovat qilib olamiz. Mana shu yoniga yaqinroq joyga mana shu vставить qilamiz.
mana stavit qildik. Endi buni mana shu joydan nimamizda Excel'da mana данные bo'limining ichida udalить dublikati degan mana bunda kichkinagina knopkacha bor. Mana o'shani bossak, mana shunaqa yozuv chiqadi. Mana shu 3 ta ustundan qilayinmi deyapti. Albatta ha degan nimani bosamiz. Mana 1150 dona ikki marta yozilib ketganlarni avtomatik udalить qildiramiz. Xo'p, mana buni bu yerdan ham ko'rsa bo'ladi. Mana shuncha qatorni mana shu yergacha, masalan, 367 gacha olib keldik. Endi nima qilamiz? Endi bu yerdan fiz объемlarini olib kelishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizda summa если degan nimamiz bor, funksiyamiz bor. O'sha summa если funksiyamiz orqali mana bu qatordan ustidan bitta virgül qo'yamiz. Mana shu birinchi turgan nimani olamiz. Bitta virgül. Mana bu yerda y ustida fiz объемlarimiz bor. Mana belgilab olamiz. Mana o'sha mastikadan mana shuncha donasi bor ekan. Ikkinchi qiladigan ishimiz endi bahosini olib kelishimiz kerak. Bu yerda wpr degan funksiyamiz bor. Buni ham ko'pchilik albatta biladi. O'sha wpr funksiyada birinchi mana buni belgilab olamiz. Nuqta virgül. Keyin mana shundan olib kelsak, mana shu bahosigacha. Nuqta virgül. 1, 2, 3, 4, 5. Ustunda bizga kerakli bo'lgan baho bor. Albatta bizga to'liq haqiqiy nima kerak? Shuning uchun 0 ga qo'yamiz. Mana bizda buning bahosini qo'ydik. Summa. Buni ko'paytirsak mana bunga. Ana bo'ldi bizga umumiy summasi. Mana uchalasini bo'yab, mana bu quloqidan ushlab turib pastga qarab tortadigan bo'lsak, mana bizga baholarni mana to'liq qilib chiqarib beradi. Osongina, hech qanday bir muammosi yo'q, yo boshqasi yo'q. Xohlagan odam xohlagan paytda qilishi mumkin bo'lgan holat. Qilgan videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Bundan agar salgina foydalanib, foyda olib, nafi tegadigan bo'lsa, albatta bitta duo qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammangiz yaxshi bilasizlarki, sizlarning duolaringizga hamisha muhtoj bo'lib kelganman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.